Assalomu alaykum hurmatli televizor ko'ruvchilar, yaxshimisizlar? Dunyo Uyg'ur qurultiyi to'g'ri televiziyasi Uyg'ur ovozi suhbat programmasiga xush keldinglar. Men Hidoyat Musajon. Mushu vaqtingiz xayrli bo'lsin. Aziz ko'ruvchilar, Dunyo Uyg'ur qurultiyining tashabbusi bilan qurilgan Uyg'ur sud kollegiyasining bu yil 6 va 9 oylarda Londonda o'tkazilgan ikki qitimliq isbot anglash yig'inida Sharq Turkistonlik va chet elliklardan bo'lib jami 70 dan ortiq kishi sud kollegiyasining alohida taklifi bilan guvohlik bergan bo'lib, bularning ichidagi ba'zi tadqiqotchi va mutaxassislar har ikki qitimliq sudda guvohlik berishga taklif qilingan edi. Kanadadagi Uyg'ur siyosiy faoliyatchilarimizdan Ruqiya Turdush xonimmi Uyg'ur sud kollegiyasi tarafidan orqa-orqadan ikki qitim tadqiqotchi sifatida guvohlik berishga taklif qilingan shaxslarning biri. Undaqda Uyg'ur sud kollegiyasining Ruqiya xonimni orqa-orqadan ikki qitimliq sudda guvohlik berishga taklif qilishining sababi nima? Shundaqla Ruqiya xonim tarafidan berilgan guvohliklarning alohidaligi nima? Bu jihatda sizlarni tafsiliy ma'lumotga ega qilish uchun Ruqiya Turdush xonimni bugungi suhbatimizga alohida taklif qildik. Hurmatli Ruqiya Turdush xonim, bugungi suhbatimizga xush keldingiz. Sizga rahmat, meni bu programmaga taklif qilganingiz uchun. Hurmatli Ruqiya Turdush xonim, bilishimcha siz Uyg'ur sud kollegiyasining Londonda o'tkazilgan ikki qitimliq isbot anglash yig'inida guvohlik bergan Sharq Turkistonliklarning ichida har ikki qitimliq sudga guvohlik berishga taklif qilingan birdan-bir shaxslardan biri. Sizce buning sababi nima? Oldi bilan mushu haqida ekran oldi ko'rganlarga biroz ma'lumot berib o'tgan bo'lsangiz. Aslında men bu sababining nimaligini uqib ketganmidim, chunki ular menga bu sababdan sizni chaqiramiz deb demadi. Naq maydon bilan birinchi qitimliq sudda guvohlik bergan vaqtimda, sud oyoqlashgan vaqtida shu sudning boshlig'i Jeffrey Nice 9-oydami kelgan bo'lsangiz deb boshda taklif qildi. Shuning bilan men ma'qul dedim. Hamda mening o'zimning farzim bularning nima uchun meni chaqirganligi. Birinchisi bu Xitoyniki yoki Xitoy bo'lsin yoki har qanday bir jinoyatchiniki niyati qirg'inchilikda bu niyatni isbotlash pek muhim o'rinda turdi. Chunki niyatni isbotlayolmasa qirg'inchilik deyamaydi. Bu insoniyatga qarshi jinoyatda odam o'ttirdi, butun o'xshash ishlarning hammasini qiladi. Shu qirg'inchilikdagi o'xshash ishlarning hammasini insoniyatga qarshi jinoyatda qiladi. Lekin uningda bir millatni bir butun yo'qotib etish degan niyati bo'lmaydi-ku. Ammo agar qirg'inchilik bo'lsa, bir millatni bir butun yo'qotib etish yoki yerini yo'qotib etish degan niyati bo'lsa, bu qirg'inchilikka kirdi. Shuningga endi buningga cho'qib Xitoy qilib men bu shu Turkiya xalqlarini mishadagi Sharq Turkiston xalqini qanchalik yo'qota olsam in part or in whole deydi, yerimini yoki hammasini yo'qotib etish niyatim bor deb hech qachon demaydi-da, unda niyatni. Shunday bo'lgani uchun bu niyatni isbotlash pek tez. Ana lekin mening bilishimcha mendan asosan shu niyat to'g'riliq so'rab ketdi. Chunki meniki 2018 bir report yozgandim. Uni Mavu Uyg'ur institutining betida e'lon qilgan. U reportimni hamda unda asosan shu niyatni ham demagan, ammo niyat nima degan, boshqa narsalarni degan. Keyin yaqinda yana bir maqola yozdim. Unda Xitoyniki Uyg'ur ayollariga yurgizayotgan siyosatning Xitoyning niyatini isbotlaydiganligini tahlil qilgandim. Shu niyat pek muhim bo'lganligi uchun buningga jiqroq vaqt beraylikmikin deb ikki qitim chaqirdim deb o'yladim. Lekin uni ustiga men birinchi qitimda vaksina urg'izilib pek og'ir ketib, pek savollarga javob, nurg'un savollarni ularning so'rashiga vaqt yetishmay ketdimikin, shuningga yana jiq savol so'rash uchun yana ikkinchi qitim chaqirdimikin deb men o'zim ashta faraz qildim. Bu mening farzim, ammo ular menga unday gap qilmagan. Rahmat hurmatli Ruqiya Turdush xonim. Ham sizga ma'lum 6-oyda va 9-oyda chaqirilgan bu Uyg'ur sud kollegiyasiga mayli guvohchilar bo'lsin, mayli tadqiqotchilar bo'lsin, chaqirilgan bo'ldi. Ham sizning bu Uyg'ur sud kollegiyasining dastlabda sizni guvohlikka berishga taklif qilishining jarayoni qanday bo'ldi? Mushu haqida biroz to'xtalib o'tgan bo'lsangiz. Men bu sudga guvohlik berman deb o'zim o'ylab baxmagandim-ku, o'zim o'ylamagandim. Mening o'ylashimcha, mushlar o'zlari kimni chaqirsa shu barda, uniki kampda yetib chiqqanlarni, rasmiy beshidan bir ishlarni kechirganlarni chaqirdi. Uning ustiga tadqiqotchilarni chaqirsa, hamda dunyoda nurg'un tadqiqotchilar, Tusa Uyg'urni tadqiqot qilgan mashhur tadqiqotchilar. Menki meni chaqirdi. U qat'iydan aqlimga kelmagan, ham o'zim isbot berman deb u yerga iltimosmi qilmagandim. Ammo shu Norvegiya
Norvegiyadagi Muattar degan qiz-ku deymi bizning kichik tadqiqotchimiz. Shu qiz yozgan maqolami yoki birsimi shu sotqa guvohlik bermek shulargu deymi. Shular sotqa guvohlik berish uchun Adiljon ikkisi bir report avatibdi sotqa. U reportida shu men yozgan 2018-yili institutda yozgan reportni manba qilib ishlatib ekanchu. Bular shuni bilan bu advokatlar bu manbasini ko'rib, buniki surishtirib, bu report qayerda yozilgan deb bu reportni o'qib, unga institut bilan aloqalashib, shu reportni yozgan odam bizga guvohlik bersa bo'pti ekan deb. Shundan keyin institutdan erkin ma'lum bo'lar shu sizni izlatadi dedi. Shundan keyin men ma'qul dedim, lekin ma'qul deganim bilan men rasmiy chiqadiganimni necha kun qolgacha uqmadim, chunki ular menga dedi, siz shu reportingizni yig'inchoqlab bizga nimalar to'g'riliq guvohlik berdigingiz to'g'risida bir asosiy mazmunni yozib avatib bersangiz, biz shunga qarab, anki siz bilan aloqalashsak dedi. Shundan keyin ma'qul deb yozib bersam bular yo'qolib ketdi. Men bu kerak emas o'xshaydi deb men unutib qoldim. Ammo 2 kun qolgandim, 3 kun qolgan bular aloqalashib, "Mushta sot bo'ldi, chiqamsiz" dedi. Undan keyin yana bir maqolamni yaqinda yana bir maqolangiz e'lon qilinibdi deb ayollar to'g'risida-ku. Uni tutyapti-chu bular. Bu to'g'riliqni bersangiz bo'lamdi debchu. Deganda hamda ma'qul dedim. Shuning bilan chiqdim, lekin har ikkala sotda u Xitoyning ayollarga ishlatgan siyosiy to'g'riliq guvohlik berish fursatim bo'lmadi. U savollarni so'rash ularning vaqtimi chiqmadi. Men ikkinchi qitimliq sotda, birinchi qitimliq sotda so'rab bo'lmagandan keyin cho'qim shu Xitoyning ayollarga yurgizayotgan siyosatining genocide ekanligini isbotlaydiganligi to'g'riliq nurg'un savollarni so'ramikin deb o'ylsam, uningga vaqti chiqmadi. U to'g'riliq men hatto presentation tayyorlab avasam ikkinchi qitimliq sotda uni presentationimni bergizmayman, bular savol so'rab ketdi, boshqa masalalarni so'radi. Rahmat Davlatli prokurator To'tish xonim. Ham sizning bir Uyg'ur tadqiqotchi bo'lish sifatingiz bilan ikki qitimliq sotda bergan guvohligingizning mazmun jihati qanday o'xshamasliklar bor? Asosan o'xshaydi. Nechkasi birinchi qitimliq sotda nim dedi, shu Xitoyniki qirg'inchilik qilishdagi niyatini, anikin metodni so'radi, ikkinchi qitimliq hamda farqi o'xshamaydigan yeri shu ikkinchi qitimliq sotda meniki u report yozishdagi metod, qanday uslublarni ishlatdim, masalan, datalarni qanday to'pladim, datalarni to'plab bo'lgandan keyin qanday analiz qildim, buni tadqiqotga qaysi metodni ishlatdim, har xil metodlar bo'ldi tadqiqotniki. Ankin bu metodlarni ishlatish jarayonida ankin datani men analiz qilgan vaqtimda qaysi metod bilan analiz qildim. Undan keyin buni masalan analiz qilib bu yerda bir nima chiqarmanda, argumentamda bundaq bir ideya narsalarni chiqargan vaqtimda o'zimniki fikrlarimni, qarash narsalarni chiqargan vaqtimda buni qanday chiqardim degandek bunday narsalarni so'ramadi bular. Birinchi qitimliq sotda ozroq so'radi, bir-ikki savol. Maqsad so'ramadi. Birinchi qitimliq sotda shu asosan bu Xitoyningki siz cho'qim shu Uyg'ur, Qozoq va boshqa Turkiy xalqlarni, ya'ni national group deb oldim men. U yerda national group degan bu Sharq Turkiston xalqini-da, bir butun millatni Xitoydan farqlangan Turkiy musulmon xalqlarini yo'qotib o'tish, bir turkumini yoki hammasini yo'qotib o'tish niyati bor. Buni planlab qilgan debsiz, shuni qanday isbotlaysiz? Nima sababingiz bor bunda deyishga deb, o'sha savolni cho'radi turib so'radi birinchi qitimliq sotda. Uni men deganki ikkinchi qitimliq sotdimi, uning yana shu savolni so'radi. Masalan, mushta sababim bor deb o'tganda bir muncha high level officiallarning yuqori darajalik amaldor yoki tuvan darajalik amaldorlarning bunda niyatini ifodalaydigan so'zlarni ishlatgandingiz. Shu so'zlarning siz shu bu niyatga masalan xalq nima bunda bo'ldi emas, bu xalqaro qonunda bu niyat degan nimalar bo'lmaydi-chu. Masalan, ashta specific bir niyati bo'ldi. Cho'qim oldin planlangan bir niyat. Mushu millatni yoki mushu xalqni, qavmni cho'qim yo'qotib bir turkumini yoki hammasini degan bir niyat yoki bo'lmasa bilib turib shu yo'qolib ketib qolganini bilib turib, yana shu ishni davomli qilib, shu masalan shu qirg'inchilik harakati jarayonida yoki harakati boshlanishdan burunlam, darhollam paydo bo'lgan niyatchi. Mushta ikki turli bo'lgan bo'lganlikdan, birisi bilib turib qilganlikdan ko'rilayotgan niyat, yana birisi oldin planlab qilingan niyat. Mushta ikki turli bo'lganlikdan bular mendan shu siz shunda men so'zlarga bu nurg'un Xitoy amaldorlarininki so'zlari, ishlatgan so'zlari bularning oldin planlab qilgan qirg'inchilikdagi shu special niyatini ifodalaydi, yo'qotish niyatini ifodalaydi degandan keyin bular dedi, siz shu so'zlarni qanday qilib bog'laysiz debchi. Shu niyatiga bog'liqligingizni bizga deb bering deb shuni so'radi ikkinchi qitimliq sotda. Birinchi qitimliq sotda nima sababdan siz bundan niyati bor deganingiz dedi. Ikkinchi qitimliq sotda shuni so'radi. Unga ikkinchi qitimliq sotda yana bolalar to'g'riliq sizda datalarni
topladım deb misol berganmiz birinchi qitimliq sudda. Shundan misol bergandingiz. Mushu Xitoyninki planliq siyosat to'g'risida misollarni bergandingiz. Mushu to'plagan datalarimiz to'g'risida bizga deb bering deb shuni qaytib so'radim. Rahmat hurmatli prokurator Xanım. Hem sizge ma'lum Uyg'ur sud kollegiyasi oxirlashgan mayli birinchi mayli ikkinchi suddan keyin bo'lsin, tor yuzlarida har qaysi siyosiy tahlilchilar va xabar agentliklari Uyg'ur sudga nisbatan o'zining har xil qarashlarini o'tirg'a qo'yib berdi. Sizmi uzun yillik bir siyosiy faoliyatchi va mustaqil tadqiqotchi bo'lib sifatingiz bilan Uyg'ur sud kollegiyasining ahamiyatiga qanday baho berasiz? Men ahamiyatini haqiqatan yaxshi bo'ldi deb o'ylayman. Chunki bu bek betaraf sud. Jafri Nis o'zimi so'zlagan vaqtida dedi, bizniki bu bir xalq sud dedi. Biz bu yerda bir jazo berib Xitoyni bir nima qilib qilolmaymiz dedi. Ammo dedi, biz shuning uchun dedi, biz butun faktlarni bu yerga chiqarib qo'ysak to'g'ri. Butun xalq ko'rsa, davlatlar qirg'inchilik qilyotidi deb Xitoyga qaror evatidi, ammo o parlament a'zolariningki genosidga bir davlatniki ko'rsatadigan ko'z qarashi bilan mundaq rasmiy xalqaroliq sudning xalqaro BDTning sudlarininki genosidni nima uchun genosid deb beradigan qaror farqli emas, mazroq o'xshamaydi. Shuningga Xitoy bu parlamentdagi davlatlar mundaq parlament a'zolari masalan bizning Kanadada parlament a'zolari qaror berdi-ku. Ashta qaror bersa Xitoy qo'pib uningga tushmaydi, buningga tushmaydi, bu genosidning qonuniga tushmaydi, xalqaro ma'noga tushmaydi, bu qaror bizga to'g'ri chiqqanmidi, haqsizlik qildi deyish mumkin, ammo mundaq bir betaraf turadigan bir sud bundaq bir qaror chiqarib qolsa agar bu buningga tushsa, agar mushuningda to'plangan faktlarni Jafrinisni biz public qilib qo'yyapmiz dedi. Public qilib hammasiga butun xalq dunyodagi xalq har qanday odam ko'ra oladigan shaklda bular veb-saytlarga saytlarga ochiq qilib qo'ysa, lekin u yerdan u xalqlar ko'rib, bu hamma davlatlar bu faktlardan foydalanib genosid qilyotidi Xitoy, ya'ni qirg'inchilik qilyotidi deb qaror berishiga bularniki oson bo'ldi da birinchidan. Buning da bak cho'ng ahamiyati bo'ldi. Endi ikkinchidan bu dedimda men hozir bunda qaror chiqamdi, chiqmamdi bilmaymiz hozir. Chunki bularni bak ehtiyot qilib o'tibdi gaplardan qarasam. Chunki Xitoyga bular nima aytganda, biz mushta sud ochimiz deganda Xitoy o'zini qo'g'dab, bu yerda hech sudga qatnashishimiz yoki qatnashmaymiz degan qatnashmagan, hech qanday narsa javob bermaganchu bular. Unda bo'lgankin bir tarafning gapini anglab sud ichib qaror chiqarsa, bu Xitoyga nisbatan bir xil nimdaymiz haqsizlik bo'lib qoldi deb o'ylaydi-da, ikki tarafni tang tutib qaror chiqarishimiz kerak deydi. Shuningga unda bo'lgankin bular bak ehtiyot qilishi mumkin bu qaror chiqarish uchun. Shuningga men hozir ham rasmiy mushtaq qaror chiqamdi, bu faktlar asosan chiqmamdi demayman, asli chiqishi kerak. Ham Xitoy davlat sifatida jazolanishi kerak. Garchi bu yerda davlat bunda genosid deb jazolanmaydi, shaxslar jazolandi deyilsa-mu, Xitoyninki ahvoli boshqa bu yerda. Siz hozir qisqacha bir o'tib ketgan bo'ldi, siz bu suddan qanday bir hukm chiqishini umid qilasiz? Shundaqla oxirida sudning ikki qitimliq yig'iniga qatnashgan bo'ldingiz, bu yerda xalqimizning advokatlarning, tadqiqotchilarning bayonlarini anglab o'tgan bo'ldingiz. Yana bu yerdagi asosiy qimmatning eng ig'ir o'tirdigani xalqimizning bayonlari va ularning haqiqiy yashagan sarguzashtlar ekanligini ko'rib yetgan bo'ldingiz. Ve başta so'rag'animdek, siz bu suddan qanday hukm chiqishini umid qilasiz va mushu xalqimizga oxirida ekran orqali Dunyo Uyg'ur qurultiyi tor televiziyasining ekran orqali nimalarni deganimiz bor, shuning bilan bugungi programmamizni oxirlashtirgan bo'lsak. Bu yerda men albatta cho'qim genosid deb qaror chiqilishi kerak, Xitoy davlati jazoga tortilishi kerak deyman, chunki bu yerda davlat mas'uliyati degan bir narsa bor-ku, davlatni jazoga tortqin olmaydi degan bilan, shu davlatning siyosatini yurgizayotgan, davlatga vakillik qilayotgan shaxslarning hammasi shu davlatga vakillik qilib qilyotdi buni. Shunday bo'lgani uchun bu yerda xalqaro qonunda nimalar shartnomalar bilan davlatlarning mas'uliyati bor bu yerda jinoyat o'tkazsa jazolanadigan. Shu masalalar bo'yicha uning ustiga Xitoy davlati bir necha narsa bor, bir davlatni jazolag'ini olmaydigan necha partiya bor, bir davlat emas uchun. U bir Xitoy kommunistik partiyasi bor. Xitoy kommunistik partiyasidagilarning hammasi shu Xitoy davlati bilan vakillik qildi. Shular nima ish qilsa
meyli qo'l ostidagilar qilsin, meyli cho'nglar qilsin, meyli kichiklar qilsin, hammasi shu davlatga, shu Xitoy Kommunistik partiyasiga vakillik qilganlik uchun bu davlat va bu davlatning organi hisoblangan Xitoy Kommunistik partiyasi bu yerda jazolanishi kerak genocide deb. Mencha genocide deganga faktlar to'liq. Bu yerda ba'zi tadqiqotchilar mang'amdi masotninki faqat vaqtim chiqmay hamma tadqiqotchininki gapini anglab, rostmi desam anglamadim. Andan keyin guvohchilarning o'tgan oldingi qitimqi sotdi guvohchilarni anglagan, qolganlarninkini maqtimqi sotdikilarninkini anglab bilamadim. Bir qozoq erinishimizni aldım. Maya mutallifani aldım, biraz qolganini anglayamadim. Bundaki anlamoqchi endi. Shu bu endi bu yerda berilgan faktlar bu cho'qim masalan burunqi qirg'inchiliklarda necha million, necha ming odamni, necha yuz odamni butun dunyoning oldida qirqilib, biraqli o'ttirib yotgan, masalan, Bosniyada 8 ming bolani o'ttirib yotdi, yosh bolani dunyoning oldida bir necha kun ichida. Ashta o'ttirib yotgan munda bir ishni biz achqamadik-da, endi Xitoy u mumkin emas kampda o'ttirib yotdimi, yo'qotdimi, uni biz bilmaymiz, achqamadik. Achqamagandan keyin bular endi nurg'un nimada bu genocide degan cho'qimliqi. Mushta bir qirg'inchilik bo'lish kerak. Bunda bir qirg'inchilikni o'z ichiga ilish kerak deb turib oldigan ish bo'ldi, ya'ni physical killing debchi. Lekin endi mening shaxsiy qarashimcha bu xalqaro qonunda destroy degan so'zni ishlatgan, vayron qilish deganchi. Bu vayron qilish degan cho'qim fizikli bir odamlarni o'ttirib o'tiblam, masalan, o'ttirib etishni ham o'z ichiga olmaydi. Physical degan masalan vayronchilik degan bizningki ayollarimizni akitib, bolalarini so'lab, ayollarni natchaga bo'lib so'lab oilani vayron qilib bir jamiyatni vayron qilishmi shu destroy, ya'ni vayronchilikning ichiga kirish kerak menimcha. Shuningga ham buni Xitoy niyat bilan planlab qilyotdi. Bu Xitoyninki bizni besib olgan vaqtini tatib qilyotgani, bu yerda bizni besib olganligi Xitoyninki asosiy sabab. Bu genocide'ni keltirib chiqarayotgan asosiy sabab, ammo niyat emas. Niyat bir butun Sharq Turkiston xalqini shu bir butun national group shaklida bir Türkiye xalq shu yana egilleri sifatida hammasini yoki bir turkumini vayron qilib yo'qotib etish Xitoyning uchun. Bu narsa nihoyatda aniq. Unda bo'lgankin, cho'qim bir muncha odamni to'plab akilib qirvatdi degan bir faktni topolmagan taqdirdami, bir butun millat yo'qolib ketib qolganligi aniq bo'lgandan bu yerda bir genocide deb qaror chiqarilishi kerak va men shuni umid qilaman. Mencha faktlar yetarli. Rahmat hurmatli Ruqiya Turdish xonim, oxirida yana bir qitim yuqorida bergan qimmatli ma'lumotlaringiz uchun rahmat aytaman va shundaqla bundagi xizmatlaringizga yangi muvaffaqiyatlar tilayman. Sizga rahmat. Xo'sh. Hurmatli ko'ruvchilar, shuning bilan bu qitimki Uyg'ur ovoz suhbat programmamiz shu yerda oxirlashdi. Keyin qitimli programmamiz ko'rishishga omon bo'lgaysizlar. Xayr xo'sh.